Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, efirda Agar ko'rsatuvi. Bugungi suhbatimiz jamiyatimizdagi har bir insonning mehnat faoliyatida teng huquq va imkoniyatga ega bo'lishi haqida. Nogironligi bo'lgan fuqarolarni bandligi, ularni qo'llab-quvvatlash va hayotga faol jalb etish masalalari haqida fikrlashish maqsadida studiyamizga mutaxassislarimizni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bugun yurtimizda barcha fuqarolar teng huquqli, xuddi shunday mehnat bozorida ham. Va bu borada nogironligi bor fuqarolarni bandligini ta'minlash tizimini takomillashtirishga oid farmon joriy etildi. Bu farmon mehnat bozorida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qanday qulayliklar yaratmoqda? Muhtaram Prezidentimiz 8-maydagi 85-sonli farmonlar qabul qilingan. Ushbu farmonda nogironligi bo'lgan shaxslarni hozirgi kundagi mehnat bozorida teng sharoitlarda raqobatlashishiga imkon yaratuvchi bir qancha imtiyozlar, ularni ishga qabul qilgan korxona va tashkilotlarga ham juda ko'p imtiyoz va subsidiyalar ajratish bo'yicha qaror qabul qilingan. Shunga ko'ra, misol uchun nogironligi bo'lgan shaxsni ishga qabul qilgan yuridik shaxs yoki nodavlat tashkiloti bir qancha soliq imtiyozlariga ega bo'lgan. Bu o'z navbatida nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qiluvchi xo'jalik yurituvchi subyektlarning sonini ortishiga olib keldi va o'z navbatida ko'plab nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligini ta'minlashda juda katta ahamiyat rol o'ynadi desak ham bo'ladi. Bir qancha imtiyozlar deb aytib o'tdingiz. Hozir o'sha qanday imtiyozlar? Misol uchun charm, trikotaj mahsulotlari, poyabzal mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalarga agar ular nogironligi bo'lgan shaxsni ishga qabul qilgandan so'ng umumiy ishchilar sonining 25% yoki 4 tadan kam bo'lmagan nogironligi bo'lgan shaxsni ishga qabul qilib, ularga 3 oy davomida mehnat haq to'lashni eng kam miqdoridan yuqori oylik hisoblanadigan bo'lsa, ijtimoiy soliqni barcha ishchilariga 1% to'lash tatbiq qilingan. Hozirgi kunda u 12% ni tashkil etadi. Bu juda katta imtiyoz desak ham bo'ladi, sababi o'rta hisobda misol uchun 100 ta ishchisi bo'lsa 2 milliondan oylik hisoblanganda uni 12% to'lanadi. Ya'ni 240 mingdan har bir ishchisiga. Bu 24 million degani. Lekin hozirgi kunda agar ular ushbu shart asosida 85-sonli farmon asosida ishga qabul qilinsa, u 1% to'laydi. Bu degani 2,5 million so'm oyiga. Bu juda katta o'zlarini iqtisodiy rivojlanishiga ham hissa qo'shadi. Bundan tashqari ularga bir qancha subsidiyalar ajratilgan. Misol, nogironlik bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilib, shu eng kam oylik haqi miqdoridan ko'proq oylik to'lagan korxonalar va 3 oy davomida doimiy band qilgan korxonalarga surda tarjimon yoki psixolog yoki hamrohlik xizmatini yollash uchun 50 million subsidiya ajratish va o'sha ajratilgan subsidiyani yollangan psixolog, surda tarjimon yoki hamrohlik xizmatidagilarga oylik sifatida to'lash imkoni berilgan. Bundan tashqari ularning rivojlanishi uchun 500 milliongacha subsidiya berish ko'zda tutilgan. Bu albatta bunaqa imtiyozlar hozirgi kunda nogironligi bo'lgan shaxslarni mehnat bozorida talabi oshib ketdi. Ularga nisbatan talab oshib ketdi. Misol uchun Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani misolida oladigan bo'lsak, o'tgan yil 2024-yil davomida 57 ta nogironligi bo'lgan shaxsi bandligi ta'minlangan. Hozirgi kunda 3 ta chorak davomida 2025-yil 3-choragi yakuni bilan 191 nafar bandligi ta'minlangan. Shu tafovutga, o'rtadagi tafovutdan ham bilsa bo'ladiki, bu farmon qanchalar nogironlarga keng imkoniyat yaratayotganini bilsa bo'ladi. Albatta. Barcha sohada ham xuddi shunday, hozir aytib o'tganingizdek, hattoki zavod, fabrikalarda ham bunday shaxslarga ehtiyoji bor va bemalol ularni ishga qabul qilishmoqda. Bu borada yana qandaydir qo'shimchalar bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Haqiqatan ham so'nggi yillarda nogironligi bo'lgan shaxslarda bandligiga ko'maklashish, ularda hamma insonlar kabi teng sharoitlarda mehnat qilishlari uchun bir qator normativ huquqiy hujjatlar qabul qilinyapti.
ayniqsa 2021 yilda nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonunni qabul qildik. Undan so'ng biz bir qancha qonunosti hujjatlarni qabul qilish bilan birgalikda nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyani ham ratifikatsiya qildik. Bular hammasi shu nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy hayotga birlashishi, ularda sog'lom odamlar singari teng imkoniyatlarda yashashlari uchun sharoit yaratishdan iborat. Chunki hech kim nogironlikdan himoyalanmagan va davlatimiz rahbari ayniqsa bu sohada tub islohotlarni amalga oshirdi. Alohida mana ijtimoiy himoya agentligi tashkil qilindiki, bu nogironligi bo'lgan shaxslarni hamma tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil qilindi. Ya'ni oxirgi paytda qabul qilingan ushbu farmon ham shu nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligiga ko'maklashda qanchalik ahamiyatga ega bo'lganligi mana hamkasbimiz aytib o'tdilar. Yana bu farmon borasida bir qator imtiyozlar yaratildi. Ya'ni endi nogironligi bo'lgan shaxslarda elektron reyestr yuritilishi, ya'ni ishlash istagida bo'lgan nogironligi bo'lgan shaxslarda elektron reyestr yuritiladi va bu yagona milliy ijtimoiy himoya platformasiga joylab boriladi va ish beruvchilar to'g'ridan to'g'ri bu platformaga bog'lanadi va ular o'zlariga mos bo'lgan xodimni tanlab ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Mana yuqoridagi imtiyozlar, berilayotgan subsidiyalar bu ish beruvchilarni qiziqtiradi. Va bundan tashqari bizni kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligini tomonidan 390-sonli qaror ostida nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini ta'minlagan korxonalarda reyestr yuritiladi. Ushbu reyestrga kiritilgan korxonalar to'g'ridan to'g'ri shu byudjet muassasalaridan shartnoma olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mazkur farmon bilan ushbu reyestrni talablariga ham o'zgartirish kiritildi. Avvallari syu tashkilotda ishlagan xodimlar umumiy soni 50% dan ortig'i va mehnatga haq to'lash fondini umumiy hajmini 50% dan ortig'i bo'lgan korxonalar bu reyestrga kiritilgan. Lekin ishlash jarayonida ko'rdikki, ikkitagina odamni ishga olib ham katta shartnomalarni imzolab yuritgan haligi panja ostidagi tadbirkorlarimiz ham bu reyestrga kiritib qo'ygandi va 85 sonli farmon bilan bu talab ham o'zgartirildi. Ya'ni endi xodimlar umumiy sonidan 25% dan kam bo'lmagan, biroq kamida ularning 4tasi 6 oy davomida faoliyat yuritgan nogironligi bo'lgan shaxslar kiritilsa bo'lsagina ushbu korxona reyestrga kiritilishga erishdi. Ya'ni eng kam miqdori belgilab qo'yildi va hozirgi kunda ushbu reyestrda 230 dan ortiq korxonalar faoliyat yuritadi va 1,5 mingdan ortiq nogironligi bo'lgan shaxslarimiz ushbu korxonalarda faoliyat olib boradi. Ular to'g'ridan to'g'ri shartnomalar imzolab, ya'ni buyurtmasi bor ishlash imkoniyatiga ega bo'lyapti. Umuman nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligiga ko'maklash bo'yicha bundan oldin ham bir qator imkoniyatlar bor edi. Ayniqsa nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga olgan tadbirkorlik subyektlarimiz shu ish joylarini moslashtirgani uchun ham subsidiyalar joriy qilingan. Lekin afsuski hozirgi kunda amaliyotda ushbu subsidiya turidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan tadbirkorlarimiz kamchilikni tashkil qiladi va bu borada o'rganishlar olib boryapmiz. Qaysidir hujjatni to'g'rilashsa bu narsa imkoni bo'ladimi yoki bo'lmasam balki bu tadbirkorlik subyektlariga axborot yetib bormayotganligi bo'yicha bir qanaqadir kamchiliklar ko'zda tutilyaptimi? Agar hamma imtiyozlardan tadbirkorlarimiz, ish beruvchilarimiz xabardor bo'ladigan bo'lsa, nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini ta'minlash tom ma'noda oshadi. Yana bir qancha bunga qarashimiz kerak bo'ladigan sabablar ham bor. Agar bularni bartaraf qiladigan bo'lsak, bizim davlatimizda ham nogironlar xuddi bir chet ellar singari ko'chalarda bemalol yurib, bemalol ish joylariga borib, hamma bilan teng sharoitda, bir inklyuziv sharoitlarda mehnat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bugun mana barcha shahar tumanlarda teng mana shu borada yaxshi ishlar olib borilyapti. Shayxontohur tumani mahallalar kesimida qaraydigan bo'lsak, bu yerda olib borilayotgan ishlar haqida ham qisqacha aytib o'tsangiz. Mahallalar tizimi haqida gapiradigan bo'lsak, hozirgi kunda har bir tumanda inson ijtimoiy xizmatlar markazi faoliyat yuritmoqda.
ya'ni u markaz uchun markazni har bir mahallada o'zini alohida ijtimoiy xodimlari faoliyat yuritib kelmoqda. Biz ya'ni ijtimoiy xodimlar mahallamizda aholini ijtimoiylashuvini ta'minlash, ijtimoiylashuvdan orqada qolgan fuqarolarni boshqalardan ajralib qolmasligi uchun yordam beramiz. Ya'ni masalan nogironligi bo'lgan shaxslar haqida gapiradigan bo'lsak, nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligini ta'minlash mana shu 85-farmonga asosan ularga hozirgi kunda ikkita platformamiz orqali yordam berishimiz mumkin. Ya'ni yuqorida aytilganidek MyIXMA platformasi orqali tadbirkorlar ro'yxatdan o'tib o'zlarining bo'sh vakansiyalarni kiritadilar va biz ijtimoiy himoya milliy agentligimizni o'zimizni platformamiz orqali nogironligi bo'lgan shaxsni bilan suhbatlashgan holda ularga ariza olamiz. Ya'ni 4 ta 9 ariza turimiz nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligini ta'minlash uchun. Ular MyIXMA platformasi hamda ushbu Inson ijtimoiy xizmatlar markazi ijtimoiy himoya milliy agentligini platformasi integratsiyalashgan holda tadbirkor o'ziga bo'sh ish o'rniga mos keluvchi nogironligi bo'lgan shaxsni tanlab olishi va ular bilan birgalikda suhbat o'tkazib ularga ish taklif qilishi mumkin. Shu orqali hozirgi kunda nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligini ta'minlashga o'z hissamizni qo'shmoqdamiz. Mutaxassislarimiz aytyapti, bugungi kunda nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligini ta'minlash asosiy vazifa qilib belgilayapti, lekin bu jarayonga qanday kirib kelyapti, ungacha har bir tadbirkorlarimiz, ish beruvchilarimiz bu kadrlarni salohiyati yetarlimi, yetarli emasligini avvalo bilib olishimiz kerakda. Bu sohada oliy ta'lim muassasalari umuman ta'lim sohasida ham katta ishlar amalga oshirilyapti. Xususan Chirchiq davlat pedagogika universitetini mana shu nogironligi bo'lgan shaxslarni bevosita bandligini ta'minlash deganda o'quv jarayoni bilan qamrab olish. O'zini oldiga maqsad qilib qo'ygan va o'sha o'quv jarayoni bilan qamrab olish maqsadida qo'shimcha kvotalar ajratilgan, imtiyozli kvotalar nogironligi bo'lgan shaxslar uchun va ularni bitiruv jarayonida birinchi navbatda o'sha nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga joylashtirish masalalari, bandligini ta'minlash masalalari oldinga qo'yilgan. Shu jumladan nogironligi bo'lgan shaxslarni umuman o'qitish jarayonida ham alohida yo'nalishlar yo'lga qo'yilgan. Universitetimiz umuman binolar shunga moslashtirilgan. Masalan, aravachada yuradiganlar uchun alohida yo'laklar tashkil qilingan, maxsus liftlar yoki eshitish qobiliyati yoki ko'rish qobiliyati sust bo'lganlar uchun alohida audio platformalar ishlab chiqib, o'sha o'zini sohasida kerakli bilimga ega bo'lishi uchun barcha sharoitlar yaratilyapti va mana shu bilimlarni puxta egallagandan so'ng bevosita o'zini ya'ni ish mehnat bozoriga kirib bormoqdalar. Shu jumlada shulardan qo'shimcha qilib aytishimiz mumkin, ta'lim jarayonidan tashqari alohida kurslarimiz tashkil qilingan. Masalan, men o'zim axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt kafedrasida shunaqa kurslar bittasida rahbar sifatida faoliyat yuritaman va ularga imtiyozlar deganda ularni qo'shimcha o'qitish, darsdan tashqari qo'shimcha o'qitish imkoni sharoitlarni ham yaratib berganmiz. Kerak bo'lsa kompyuterlar bilan alohida kompyuterlashtirilgan xonalar bilan jihozlangan xonalarda o'qitib kelmoqdamiz bugun o'shalar. Bu farmon aynan prezidentimizning o'sha 85-farmoni yana ham bu jarayonlarda oldinga siljishga katta turtki bo'ladi deb o'ylaymiz. Albatta, demak, kadrlarni ishga taklif qilish o'zi bir, lekin tayyor kadrlar yetkazib berishchi. Shu paytgacha bunday imkoniyat bo'lmagani uchun men o'qigani bilan qayerda ham ishlardim degan bir fikr bo'lgan bo'lishi mumkin-da insonlarda. Demak, hozir bemalol endi o'zini istagan sohasida, istagan oliygohda o'qish imkoniyati va bitirgandan so'ng istagan korxonasida, istagan joyda ishlash imkoniyati yaratilgan. Albatta, bu katta imkoniyat. Menimcha bu kutilgan imkoniyat bo'lgan bo'lsa kerak. Shu bilan birga bandlikka ko'maklashish markazlari orqali bu toifadagi fuqarolarni ishga joylashtirish bo'yicha yana qanday mexanizmlar joriy etilgan? Bandlik organlari tomonidan nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligini ta'minlash alohida bir toifa sifatida ko'rilib, ular bilan shug'ullanib kelinadi. Ayniqsa aholini ijtimoiy ehtiyojmand qatlamini bitta toifasi nogironligi bo'lgan shaxslarni tashkil qiladi. Ya'ni har yili har bitta tuman, shahar hokimlarining qarori bilan
alohida ijtimoiy ehtiyojmand qatlam uchun ish joylari zaxiralanib qo'yiladi va ularni kamida 3% nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ajratilishi kerak. 2024 yil uchun jami 46.693 ta ish joylari shu aholini ijtimoiy ehtiyojmand qatlam uchun zaxiralanib qo'yilgan bo'lsa, ularning 7.376 tasi aynan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun zaxiralanib qo'yilgan. Ya'ni nogironligi bo'lgan shaxs ish so'rab kelganida bandlik organlari to'g'ridan to'g'ri shu zaxiralangan ish o'rinlariga o'ziga yaqin, o'ziga mos bo'lgan joyga yuborish imkoniyatiga ega bo'ladi va amaliyotda 2305 tasidan foydalanganmiz. Ya'ni hali yarmini ham foydalanganimiz yo'q. Demak, bu tahlildan ko'ramizki, hali yana qiladigan ishlarimiz bor. Biz ish beruvchilar bilan ishlashni tashkil qilishimiz kerak va bu borada yaqindagina 126 sonli prezidentimiz farmonlari qabul qilindi. Ya'ni mehnat munosabatlarini, kasbga o'qitish tizimini takomillashtirish va ish beruvchilarni rag'batlantirish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmonlar qabul qilindiki, endi biz shu zaxiralash tizimini ham isloh qilishni boshladik. Ya'ni tadbirkorlik subyektlariga alohida bir imkoniyat berish. Ya'ni avvallari amalda 20 dan ortiqki xodimi bo'lgan tadbirkor xo'jalik yuruvchi subyektlariga bu byudjet tashkilot bo'ladimi yoki xususiy tashkilot bo'ladimi, barchasiga shu nogironligi bo'lgan umuman ehtiyojmand qatlam uchun, aholi ehtiyojmand qatlam uchun ish o'rinlarini zaxiralab qo'yish majburiy bo'lgandi. Endilikda tadbirkorlik subyektlarini alohida ajratdik. Ya'ni endi biz ish beruvchilarimizni faqat rag'batlantirsakkina biz natijaga erisha olamiz. Ularni majburlash orqali biz kerakli natijalarni ololmadik degan xulosaga keldikda va tadbirkorlik subyektlar 100 nafardan ortiq bo'lganiga biz zaxiralash uchun majburiy, ya'ni qo'ydik va ularni 3%gina tashkil qilsin. Byudjet muassasalariga biz yana ichkicha yondashdik, ya'ni 20 dan ortiqki tashkilot, xodimi 20 dan ortiq bo'lganki tashkilot, byudjet tashkilotlari xodimlarning 7%ni majburiy zaxiralasin degan talabni ushbu farmonda ko'rsatib ketildi va har bitta shu o'ziga berilgan majburiyatdan tashqari ishga olgan kvotadan ortiq bajargan ish qismiga ishga olgan har bir xodim uchun biz subsidiya ajratishni ham yo'lga qo'ydik. Ya'ni kvotadan ortiq xodim olsa shu tashkilotga subsidiyalar ajratamiz. Bu ham bu ish beruvchilarni rag'batlantirish, shu aholini ehtiyojmand qatlamini ishga olishga bir qiziqishini oshirish maqsadida yo'lga qo'yilgan. Bunday shaxslarni agar mana shu ish jarayonida umuman har qanday holatda ham huquqlari poymol etiladigan bo'lsa, bunda hozirda qanday ularni himoya qilish uchun qanday chora-tadbirlar ko'rilyapti? Avvalambor ta'kidlash joizki, avvalambor konstitutsiyamiz darajasida nogironligi bo'lgan shaxslarni, demak, ijtimoiy himoyasi masalasi bizni konstitutsiyamizda mustahkamlab berildi. Davlatimizni o'sha mustaqil, suveren, huquqiy davlat bilan bo'lish bilan birgalikda ijtimoiy davlat ekanligi ham e'tirof etilganligi, bu aynan shu aholining ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj bo'lgan qatlamlari, jumladan nogironligi bo'lgan shaxslarni, demak, huquqlarini konstitutsiya darajasida, demak, mustahkamlanganligidan dalolat beradi. Bu borada konstitutsiyamizni bevosita 57-moddasida shu, demak, mehnatga layoqatsiz yoki yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar hamda aholining ijtimoiy muhofazaga ya'ni muhtoj bo'lgan qatlamlarini, demak, huquqlari davlat himoyasida ekanligi, demak, davlat tomonidan nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy soha obyektlaridan bevosita foydalanish va boshqa xizmatlardan to'laqonli foydalanishlari uchun shart-sharoitlar yaratib berishligi, ularni ishga joylashishiga, xo'p, keyin ta'lim olishga ko'maklashishi va ularga zarur bo'lgan axborotlarni to'sqinliksiz olish imkoniyatini yaratib berishi, demak, konstitutsiya darajasida mustahkamlangan. Keyin mana hozir siz savolingizda ta'kidlangan ish beruvchilarni o'sha bevosita
nogironligi bo'lgan shaxslarni xodim sifatida mehnat huquqlarini demak muhofaza qilish borasida bevosita mehnat kodeksimizda ham bevosita alohida demak bob va bandlar ajratilgan, ya'ni bunda ish beruvchilar tomonidan o'sha aytaylik nogironligi bo'lgan birinchi va ikkinchi guruh nogironi bo'lgan shaxslarni xodimlarni masalan bevosita to'liqsiz ish vaqti bilan, ya'ni boshqa oddiy xodimlar 40 soatlik haftasiga ish kuni joriy qilingan bo'lsa, ularga nisbatan 36 soat kun, ya'ni qisqartirilgan 36 soatlik ish kunlari joriy etilganligi. Bunda agar 5 kunlik ish kuni bo'layotgan bo'lsa 7,5 soatdan kuniga, agar 6 kunlik ish kuni bo'layotgan bo'lsa bevosita demak 6 soatdan oshmasligi lozim. Agar bunday holatlarda agar ish beruvchi tomonidan bunaqangi huquqlar buziladigan bo'lsa, albatta qonunda ularga nisbatan choralar ko'riladi. Xo'p, umuman ta'kidlash joizki, nogironligi bo'lgan shaxslar boshqa oddiy fuqarolarga nisbatan oddiy fuqarolar bilan bir xil huquqlarga ega, ammo imtiyozlar masalasida, masalan, ish vaqtlari aytganimizdek qisqartirilgan, dam olish vaqtlari, mehnat ta'tillari va boshqa sohalarda demak bir qator imtiyozlarga ega. Qonunda o'sha mehnat kodeksimizda bevosita belgilab berilgan. Ushbu qoidalarga, qonun talablariga demak ish beruvchilar tomonidan qat'iy rioya qilishlari lozim bo'ladi. Kambag'allik qisqartirish bandlik vazirligi tomonidan bandlik xizmat axborot tizimi orqali shu har bitta bandlik ko'rsatilgan bandlik xizmatlari hisobotlari yuritiladi. Ushbu hisobotlarga ko'ra nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligiga ko'maklash bo'yicha ham alohida hisobotlar shakllantiriladi. Ushbu hisobotlar ma'lumotlariga ko'ra shu kungacha respublikamizda bandlik organlari tomonidan 27,681 nafar nogironligi bo'lgan shaxslarga xizmatlar ko'rsatilgan. Ularda 23,478 nafari doimiy ish joylariga joylashtirilgan, 387 nafari subsidiya mablag'lari ajratish orqali ishga joylashtirilgan va 3816 nafari shu kasbiy ko'nikmalar markazlarida kasb hunariga o'qitilgan. Bu borada har bitta viloyat respublika viloyat miqyosida tahlil qiladigan bo'lsak, yetakchi o'rinlarni Samarqand viloyati, ya'ni 5000 dan ziyod nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligini ta'minlash orqali, Surxondaryo viloyati 3,5 mingga yaqin nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligini ta'minlash orqali va Xorazm viloyati 3200 dan ziyod nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligiga ko'maklash orqali yetakchi o'rinlarda turadi. Demak, ushbu viloyatlarning mutasaddilari bu borada olib borilayotgan islohotlarimizga bir ijobiy qarab, ularni shu amaliyotga joriy qilish bo'yicha o'z tizimlarini yo'lga qo'yib olgan va menimcha bu viloyatlarning ishlarini o'rganib boshqa viloyatlarga, tuman shaharlarga bir tajriba sifatida ko'rsatsak, menimcha nogironlik bo'lgan shaxslarni bandligini ko'maklash bo'yicha qilayotgan ishlarimizga bir yana ham samara berishiga yordam bergan bo'lardi. Prezidentimiz 85-sonli farmonlarga asosan 2025-yil 1-iyuldan boshlab respublikamizning 6 ta viloyatida bu eksperiment tariqasida qilingan. 2026-yil 1-yanvardan boshlab qolgan viloyatlarda ham bu berilgan subsidiyalar, berilgan imtiyozlardan foydalanish huquqi berilgan. Hozircha bizda 6 ta viloyatimizda bu ko'rsatkich yuqoriligi bular ta'kidlagandek shundan kelib chiqsa ham bo'ladi. Og'ir hududlarga demak, mana shu viloyatlarni ham boshqa viloyatlarga, shahar, tumanlarga ham bemalol o'rnak qilib ko'rsatsak bo'ladi. Hozirgi kunda endi 2026-yil 1-yanvardan tatbiq etiladi qolgan viloyatlarga. Hozirgi kunda bizda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon, Qashqadaryo, Namangan viloyati, Samarqand, Surxondaryo va Farg'ona viloyatlarida va Toshkent shahrida bu tizim ishga tushirilgan edi. Hozirgi kunda qolgan viloyatlarda ham bu tizim o'z ish faoliyatini sekin-asta boshlab kelmoqda. Bugun oliy ta'lim deymizmi, maktab, umuman kasb hunari kollejlarida mana shunday nogironligi bo'lgan
bolalarimizni farzandlarimizni o'qishiga ham inklyuziv ta'lim deymiz juda yam keng sharoit yaratilgan, to'g'rimi? Bugunda kerak bo'lsa o'sha uy joylariga borib, uylariga hattoki agar o'qishga kelishga imkoni bo'lmasa uyga borib o'qitish tizimi ham yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida yangi tizim sifatida kirib kelayotgan dual ta'lim tizimlari joriy qilinyapti. Bu tizim orqali nogironligi bo'lgan shaxslarni umuman korxonalardan, tashkilotlardan ajralmagan holda o'zi ishxonasida turib o'qish imkoniyatlari ham yaratilyapti bugungi kunda. Ya'ni buning uchun maxsus platformalar ishlab chiqilyapti. O'sha platformalarga audio darsliklar, elektron darsliklar qo'yib boriladi va video darsliklar uyda joylashtirib boriladi. Bu orqali o'sha aynan uydan chiqa olmaydigan o'rganuvchilar uchun yoki bo'lmasa masofasi uzoqda bo'lgan oliy ta'lim muassasalariga kela olmaydigan shaxslar uchun bevosita masofadan turib ham ta'lim olish imkoniyatlari yo'lga qo'yilgan bugungi kunda. Bular hozir oliy ta'lim aytib ketdilar. Oliy ta'limdan tashqari maktabgacha va maktab ta'lim tizimida ham joriy etilgan. Ya'ni o'sha maktabgacha ta'lim muassasalarida ham bolalarni inklyuziv guruhlarga jalb etish, sinfli maktab sinflarida bitta sinfda 3 tagacha o'sha nogironligi bo'lgan bolalarni oddiy tizimda o'qitish, ya'ni inklyuziv tizim qilib o'qitish joriy etilgan. Ya'ni o'sha nogironligi bo'lgan bolalarni jamiyatda o'zini o'rnini topishi, o'zini fikrini bildirishi, boshqalar bilan o'zini teng huquqqa ega ekanligini joriy etish, boshqalarga shuni tatbiq qilish maqsadida bu maktabgacha va maktab ta'lim tizimida ham bu ta'lim joriy etilgan. Ya'ni boya siz aytib o'tgandek uy ta'lim, ya'ni yura olmaydigan darajada bo'lgan bolalarni uyga borib xizmat qilish, ya'ni o'qituvchilar o'sha uyga borib ta'lim berish, maktab tizimida ta'lim berish, ya'ni har bitta bola majburiy ta'limga jalb qilinishi lozim. Yana bitta narsa, bu hozirgi kunda kunduzgi parvarish guruhlari ochilyapti. Ya'ni bu umuman ta'lim ola olmaydigan og'ir guruhdagi aqliy zaif bolalarimizni kunduzgi parvarish, ya'ni bir kunda 9 soatgacha qarab turish tizimi joriy etilgan. Hattoki mana shunday imkoniyatlar yaratilgan. Hozir inklyuziv ta'lim haqida aytyapmiz-da, jamiyatda inklyuziv ish muhitini yaratish faqat davlat vazifasimi yoki umumiy mas'uliyatimizmi? Nogironligi bo'lgan bolalarni yoki bo'lmasam nogiron yoshidagi katta yoshlarni buni jamiyatga o'z o'rnini bildirish, jamiyatda teng huquqqa ega ekanini bildirish. Hozir ish tizimini aytib o'tdik, bu davlat tomonidan o'sha tadbirkorlarga berilayotgan imkoniyatlar haqida aytib o'tdik. Agarda nogironligi bo'lgan shaxsni o'zini oladigan bo'lsak, ya'ni nogironni ish bilan ta'minlaganimizdan keyin bu nogiron ish bilan ta'minlangandan keyin uni bo'sh vaqti kamroq bo'ladi. Ya'ni uni o'zini o'ylashga, o'zini ustida ishlashiga, jamiyatga kirib kelishiga unga ko'p imkoniyatlar yaratiladi. Psixologik jihatdan ham u sog'lom muhitda o'zini o'rnini bor ekanligini his qiladi. Ya'ni boshqalar kabi teng huquqqa ega ekanligini, boshqa nogironlarga o'rnak bo'ladi. Mana ham bu cheklanish emas, naborat bu imkoniyat ekanligini isbotlab beradi. Bugungi kunda jamiyatda nogironlikka bo'lgan munosabat avvalgiga nisbatan o'zgarganmi, yo'qmi? Nogironligi bo'lgan shaxslarga biz qancha imkoniyatlar, imtiyozlar beryapmiz, lekin buni amaliyotda qo'llash bo'yicha hamma imkoniyatlar hali safarbar qilinganicha yo'q. Chunki yuqorida ham ta'kidlab o'tildi, bu bittagina davlatning vazifasi emas, balki butun bir jamoatchilikning vazifasi hisoblanadi. Chunki qabul qilingan qonunlar, qarorlar, bularda hammasini ijrosi ustidan jamoatchilik nazorati juda ham bugungi kunda zarur. Chunki biz nogironligi bo'lgan shaxslarni to'siqsiz muhitda harakatlanishlari uchun qancha qarorlar qabul qilganmiz. Har bitta foydalanayotgan bino inshootlarda nogironligi bo'lgan shaxslar bemalol harakatlanishi uchun imkoniyatlar yaratilishi kerak. Lekin biz amaliyotda ko'ramizki, har bitta ayniqsa yashash joylarida ham bemalol ular liftlarga kirib chiqishlar uchun yoki zinalardan foydalanishlari uchun yoki ish joylarida ham bunaqa sharoitlarni hali biz yaratib bera olganimiz yo'q.
va bundan tashqari transportlarda harakatlanish. Mana avtobuslarga Albatta. ular bemalol chiqib tushishi kerak. Biz ko'chada nogironlik bo'lgan shaxslarni ko'rmaymiz. Ular bemalol yurmaydi, chunki ular tashqariga chiqishga qo'rqadi. Biz qancha qonunlarda, qarorlarda, farmonlarni qabul qilmaylik, lekin ularni ijrosiga hamma birdek yopishmas ekan, bu yana haligi amaliyotga joriy qilish juda qiyin bo'ladi. Bitta davlatda o'ziga qancha mana mablag'lar, qancha pul sarf qilinyapti, lekin buni natijasini ko'rish uchun hamma birdek harakat qilish kerak. Yuqorida aytib o'tdim, nogironlikdan hech kim himoyalanmagan. Hech kim himoyalanmagan. Har bitta odam ularda o'rniga tushib qolishi mumkin. Hamma shuni o'zida his qilish kerak. U yuqori darajadagi rahbar bo'ladimi yoki bir oddiy xodim bo'ladimi, davlat xizmatchisi, fuqarolik xizmatchisi yoki bu oddiy fuqaro bo'ladimi, bular barchasi bu narsaga befarq bo'lmasligi kerak va birgalikda hammamiz harakat qilsakgina bu natijalarga erisha olamiz. Ayniqsa normativ huquqiy hujjatlar qabul qilishga fuqarolarning fikri bugungida juda bir keng olinyapti. Mana jamoatchilik saytlariga qo'yilyapti har bitta fuqaromizni shunga chaqirib qolardim. Bunaqa narsalarga befarq bo'lmaslikka va hamma uchun yordam berishga bir intilishlarini so'rab qolardim. Albatta, bugun biz inklyuziv ta'lim deymiz. Biz lekin bunga aytib o'tganingizdek tayyormizmi degan savolni ham berishimiz kerak-da. Chunki bu ta'limda shu bolalarga to'g'ri yondasha oladigan ustoz kerak. Eng avvalo. Faqatgina sog'lom bolalar bilan, aslida sog'lom bolalarni o'zi bilan ishlash 30 minut, 40 minut, daqiqa, 30-40 daqiqa bu yetmaydi. Har bir bola bilan ishlashga, lekin alohida e'tibor kerak bo'lgan bola bo'lgandan keyin u yana ham ko'proq vaqt oladi. Lekin unga qanday yondashishni, u xoh psixologik bo'lsin, xoh ta'lim yo'nalishida bo'lsin, qanday yondashuvni bilmaydigan ustoz bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham qiyin jarayon bo'ladi. Yana bir emas, 3 bola bo'ladigan bo'lsa va atrofdagi bolalarni unga bo'lgan munosabati, to'g'rimi? Biz bolalarning ruhini ko'taramiz deb aksincha sindirib qo'ymaymizmi? Mana shu tomonlarni ham menimcha o'ylashimiz kerak va shu bilan birga aytib o'tganingizdek, chet ellik mehmonlardan ko'plab savol bo'lar ekan. O'zbekistonda nogironlar yo'qmi? Nahotki shunday bo'lsa degan bir ajablanishlar ham bo'lar ekan. Chunki aytib o'tganingizdek, ko'cha-ko'yda biz nogironlarni ko'rmaymiz. Haqiqatan ham ularga sharoitlar yaratilmagan. Hattoki yer osti yo'laklardan, yangi qurilgan yer osti yo'laklardan ham biz liftlar ko'rganmiz. Endi bizda ham shunday bo'lar ekanda, demak, bemalol nogironlik aravachasida tushib o'zi o'tib keta oladigan darajada sharoit bo'lar ekan deganmiz, lekin ming afsuski, necha o'tib qaytganda bu liftlar qulfloqligicha ishlamay qolib ketganini ham ko'ramiz. Demak, biz hali ham mana shu farmon chiqqandan beri amalini yanada jadallashtirib, tezroq mana shu ishlarni yo'lga qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Shu jumladan hozir aytib o'tdingiz, umuman nogironligi bo'lgan shaxslarda ruhiyat jihatiga ham katta ahamiyat qaratishimiz kerak-da. Agar biz nogironligi bo'lgan shaxslarning tug'ma nogironligi bo'lsa, u qisman yoshligidan shunga moslashib kelgan bo'ladi. Lekin bular aytib o'tgandek, hozir tasodifan hech kim aytib bo'lmaydi ertaga nima bo'lishini. Ertaga kimnidir to'satdan ko'zi ko'rmay qolishi mumkin, sog'lig'ida muammo bo'lib, to'satdan bugungi kunda juda ham ko'p nogironliklarga sabab bo'layotgan avtohalokatlar. Shunaqa holatlarga tushib qolgan nogiron shaxslarimizni o'sha muhitdan olib chiqib ketish, psixologik jihatdan o'sha muhitdan chiqarib olib ketish, ular o'zlari shu darajada tushkunlikka tushib qolish holatlari bo'ladi-da, bo'ldi endi men boshqa oldingi holatimga qayta olmaymanmi yoki yurib keta olmaymanmi degan yoki ko'ra olmaymanmi degan o'zidagi tushkunlik bo'ladi. Avvalo o'sha ruhiyatdan olib chiqib keta olishimiz kerak. Bugungi kunda o'shanda o'qitish yo'llarini psixologik jihatdan yondashish kerak. Har bir individual tarzda ularga har bir shaxsga individual tarzda yondoshib, ularni o'sha jarayondan olib chiqib ketib, ya'ni o'zi doimiy hayotiga qaytarish bo'yicha ham ishlar olib borishimiz kerak-da bugungi kunda. Mana shu jabhalar bizni hozircha orqada qolmoqda. Bu jarayonlar endi yo'lga qo'yishimiz zarurda bugungi kunda shu deb
o'ylayman. Albatta bizda qarorlar, farmonlar chiqqandan keyin uni ijrosi o'z yo'lida ta'minlanadi imkon qadar. Lekin ish bor joyda kamchilik bor. Hech bir ish kamchiliksiz bo'lmaydi. Aytib o'tganingizdek, qaysidir yo'nalishlar ortda qolayotganini ham guvohi bo'lamiz va bunga siz u biz indamay o'tib ketadigan bo'lsak, bu shunday o'z holicha qolib ketishi mumkin. Bugun mana shunday nogironligi bo'lgan shaxslarni javlon urib faoliyat ko'rsatayotganini ko'rganingizda, lekin tanballik qilib yurgan sog'lom odamlarga bemalol o'rnak qilib ko'rsatgisi keladi. Bunday shaxslar juda ham ko'plab. Masalan, bizni jamiyatimizda ham dunyo bo'ylab ayniqsa juda ham ko'plab misollar keltirishadi. Bugungi kunda biz hammamiz sevib ishlatadigan so'z motivatsiya. Sog'lom odamlarga ham hattoki motivatsiya beradigan nogironligi bo'lgan shaxslarimiz bor. Lekin ming afsuski, shunday bo'lishiga qaramasdan sog'lom bo'la turib hech bir ishni uddalay olmay yurganlar ham yo'q emas. Vazirlar Mahkamasini 2024-yil 11-apreldagi 253-sonli qaror qabul qilingan. U qarorda muhtoj shaxslarni protez ortoped mahsulotlari va reabilitatsiya qilishni texnik vositalar bilan ta'minlash bo'yicha qaror qabul qilingan. O'sha qarorda hozirgi kunda nogironligi bo'lgan shaxslarimizga ushbu mahsulotlarga muhtojligi bo'lsa 100 dan oshiq mahsulotlar davlat tomonidan bepul taqdim etiladi. Bu ham o'z navbatida ushbu qaror ham nogironlarni ijtimoiylashuvini yaxshilashga olib kelgan. Misol uchun hozirgi kunda alohida platforma ishlab chiqilgan bu bo'yicha. Hozirgi kunda nogironligi bo'lgan shaxslar ushbu platforma asosida o'ziga kerakli mahsulotni tanlaydi va o'ziga kerakli bo'lgan ishlab chiqaruvchi korxonani tanlaydi. Oldinlar bunday imkon kam bo'lgan. Hozirgi kunda ushbu orqali ham misol protez mahsulotlari 10 barobar narxda, oshirilgan narxda davlat tomonidan imtiyoz berildi. Bu degani nima degani? Oldinlari o'tgan yillar davomida 411-sonli qarorga asosan taqdim etilgan. Unda protez mahsuloti misol uchun aytsak 7,5 million bo'lsa, hozirgi kunda bizda shu boldir son protezi, modulli son protezlarimiz bor. Ushbu mahsulotlarni o'rtacha narxi 25 milliondan 35 milliongacha ko'tarilgan. Bu o'z navbatida nogironligi bo'lgan shaxslarga qulay va zamonaviy protezdan ta'minlashi joriy etilgani ham hozirgi kunda nogironlarga ko'rsatilayotgan eng katta e'tiborlardan bittasi deb o'ylaymiz. Albatta, bu ham o'ziga yarasha katta imkoniyat. Albatta. Har bir shaxs o'zi masalan sotib olishga imkoniyati bo'ladi, bo'lmaydi. O'zi mana shunday davolanish yoki bu qimmat dorilarni olishga imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Shunda bunday holatlarda menimcha har bir fuqaro uchun bu katta imkoniyat. Bugun mahallalarda mana shunday nogironligi bo'lgan shaxslar qandaydir bir ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lsa-da, lekin bo'lishi mumkin-ku, bexabar qolingan yoki endi nogiron bo'lgan kimga va qanday qachon murojaat qilsa bo'ladi? Bunday shaxslar aniqlangan taqdirda birinchi navbatda o'sha mahallada o'zini yashash hududida mahallada faoliyat yurituvchi ijtimoiy xodimga yoki poliklinika orqali murojaat qilishi va ular fitek tekshiruv orqali o'tib nogironlik guruhlarini qayta belgilashi ham mumkin. Hozirgi kunda nogironlik guruhlarini ham qayta belgilash raqamlashtirilgan texnologiyalar asosida rivojlanib bormoqda. Ular ham bevosita inson markazi va poliklinika hamkorligida amalga oshiriladi. Juda ham yaxshi. Demak, buni hech qanday qiyinchiligi yo'q. Rahmat. So'nggi yillarda nogironligi bo'lgan shaxslarga e'tibor alohida o'zgardi. Ya'ni nogironlikni belgilashdan tortib, ularni bandligini ta'minlashgacha bo'lgan jarayonlar soddalashtirildi va imkoniyatlar berildi. Biz avvallari nogironligi bo'lgan shaxslarda har yili agar uni qo'li kesilib ketgan bo'lsa ham, uni qo'li qaytib unib chiqmaydi, lekin nogironligini belgilash uchun tibbiy ko'rikka borishga majbur bo'lardi. Biz bunaqa masalalarni ham hal qildik va qator mana yuqorida aytib o'tdik, hammamiz bu ko'rsatuv yetmaydi nogironligi bo'lgan shaxslarga yaratilgan imkoniyatlarni sanab o'tishga.
lekin baribir bu hammasi borib bir kun natijasini beradi. Shuncha kamchiliklar bo'lishiga qaramasdan biz sekin sekin qadamma qadam yuqorida aytib o'tilgan chet el darajasida rivojlangan mamlakatlar darajasida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun inklyuziv sharoit yaratishga qarab ketyapmiz. Bu borada qilingan ishlardan ko'z yuma olmaymiz. Chunki mana ko'rib turibmiz, nogironligi bo'lgan shaxslarimiz yuqorida aytib o'tganingizdek o'zlarini bir yaxshi ishlari bilan, tadbirkorliklari bilan tanilganlari ham yurtimizda ko'payib bormoqda. O'ylaymanki, qabul qilingan ushbu qarorlar natijasi baribir bo'ladi. Jamoatchilik ham bunga alohida e'tibor qaratishni boshlagan va ish beruvchilarimiz ham bunaqa imtiyozlardan foydalanish uchun qiziqishlarini bildirib, ko'plab mana bizni vazirlikka ham murojaatlar qilib kelmoqda. O'ylayman, kelasi yillardan, keyingi yillardan nogironligi bo'lgan shaxslarimizni bandligini ta'minlash bo'yicha ko'rsatkichlarimiz 2 baravar, 3 baravariga oshishiga erishamiz. Shu o'rinda yana ta'kidlash joizki, mana yurtimizda amalga oshirilayotgan shu bevosita nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy muhofazasi, ularning huquqlarini demak kafolatlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlarda demak avvalambor shu konstitutsiyamiz, keyin mana qonunchilik, mehnat kodeksi hamda mana prezidentimizning va hukumatimizning bir qator farmon va qarorlarini demak ta'kidlab o'tishimiz joiz. Ya'ni samarali qonunchilik tizimi yo'lga qo'yilgan. Faqat mana yuqorida hurmatli ekspertlarimiz ham aytgandek, ularning ijrosi, ularni amalga oshirishda yuzaga kelayotgan masalan qandaydir to'siq yoki muammolarni bartaraf etish uchun ya'ni barchamiz mas'ulmiz. Ya'ni bunda masalan o'sha ish beruvchilarni o'zlarini aytaylik huquqiy savodxonligini oshirish. Chunki nogironlarga ularni bevosita nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilganliklari, ularga o'sha eng kam oylik ish haqi miqdorida yoki undan ziyod masalan oyliklarni joriy qilganligi uchun moliyaviy tarzda rag'batlantirish mana yuqorida aytilgan 85-sonli farmonda nazarda tutilgan bo'lishiga qaramasdan, ya'ni bu o'z vaqtida ish beruvchilarga nisbatan mas'uliyatni ham yuklaydi. Ya'ni yuqorida aytganimizdek mehnat qonunchiligida nogironligi bo'lgan shaxslarga ya'ni bir qator imtiyozlar nazarda tutilgan. Ya'ni ularni masalan qisqartirilgan ish kunlari, ish haftaliklari yoki dam olishlardagi yoki mehnat ta'tillari masalalarida muayyan ya'ni imtiyozlarga ega. Ushbu huquq va majburiyatlarni bevosita ish beruvchilar tomonidan o'sha qonunchilikni ya'ni yaxshi tushunib olish, bu uchun kerak bo'lsa o'zlarining huquqiy savodxonligini oshirish uchun masalan maxsus kurslardan o'tish, keyin o'zlarini umuman doimiy huquqiy savodxonligini oshirib borishlari juda muhim bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun mana bevosita umuman huquq targ'iboti deymiz yoki ommaviy axborot vositalari mana sizlarning juda bu boradagi ya'ni ahamiyatlaringiz beqiyos. Shuning uchun mana shunday tadbirlar ya'ni doimiy agar olib borilayotgan bo'lsa juda ham samarasini beradi deb hisoblayman. Shu farmondan xulosa qilib aytadigan bo'lsam, mana shu o'tgan 4 oy davomida birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligini ta'minlashda tub o'zgarish, tub ma'noda o'zgarish bo'lgan desak bo'ladi. Sababi mana shu ishlab chiqarish korxonalariga, xo'jalik yurituvchi subyektlariga berilgan imtiyozlar, shular qatorida nogironligi bo'lgan shaxslarga berilgan imtiyozlar samarasi o'laroq hozirgi kunda nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligini ta'minlashda aniq bir mexanizm yo'lga qo'yildi. Deylik oldingi yillarda aniq bunaqa imtiyozlar yo'q edi. Hozirgi kunda farmon asosida imtiyozlar taqdim etilgandan so'ng albatta bundan keyingi yillarda nogironligi bo'lgan shaxslarni jamiyatda o'z o'rnini topishiga, bundan tashqari oilaviy sharoitlarini yaxshilashiga va ularni bandligini ta'minlashda juda katta rol o'ynaydi va juda katta manba bo'lib xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligini ta'minlashda bu o'sha nogironligi bo'lgan shaxslar moliyaviy mustaqillikka erishadi. Jamiyatda o'z o'rnini egallaydi.
ruhiy stressdan chiqishiga yordam beradi va boya yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek nogironligi bo'lgan shaxslarga hamda sog'lom shaxslarga motivatsiya darajasida bu imkoniyatlar yaratiladi. Bu farmon asosida biz har bir mana bandlik vazirligi, ta'lim sohasi, mana mahalla hammamiz o'zimizni vazifamizni mexanizm sifatida o'z vazifamizni to'g'ri bajarsak, menimcha nogironligi bo'lgan shaxslarni jamiyatda yolg'izlanib qolishiga imkon qolmaydi. Bu jarayonda har bir tashkilot, yo'nalish, soha vakillari, bular jumladan ish beruvchilar ham o'z funksional vazifalarini yuqori darajada vijdonan bajarsa, o'ylashimcha o'sha yuqorida aytib o'tganimdek jamiyatimizda nogironligi bor shaxslarning yolg'izlanib qolishiga sharoit qolmaydi. Xulosa o'zimni fikrimni yakuni sifatida shuni aytishim mumkinki, bugungi kunda mamlakatimizda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yaratilayotgan barcha imkoniyatlar, barcha qulayliklar bu inson qadrini yuksaltirish uchun olib borilgan ishlar desak ham bo'ladi. Ijtimoiy xodim sifatida shuni ta'kidlashni joiz deb bilardimki, meni fikrimcha nogironlik bu qanaqadir ma'lum bir cheklov emas, balki bu o'zlariga ajratilgan imtiyozlar, ularga yaratilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalana bilish, ularning imkoniyatlarini ko'ra bilishdir deb tushunaman. Albatta bugungi suhbatimiz o'ylaymizki juda ham ko'pchilikka manfaatli bo'ldi. Chunki bu farmon doirasida olib borilayotgan ishlar va yana qanday ishlar qilishimiz mumkinligi haqida bilganlarni eslatib, bilmaganlarni yana bir bor aytib o'tdik. Sizlarni ham tashrifingiz uchun rahmat aytamiz. Salomat bo'ling. Aziz tomoshabinlar, o'ylaymizki bugungi ko'rsatuvimiz mavzusi barchangizga ma'qul bo'lgan. Albatta har bir shaxsning mehnati qadrlansa, jamiyat ham yuksaladi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha omon bo'ling.